Mana shu internet buzyapti-da oilalarda, internet buzyapti. Mana yigitlarimiz, erkaklarimiz Instagramda, YouTube'da chiroyli sarvqomatlarni ko'radi, Ayoliga qarasa, ayoli unaqa emas. Lekin siz bitta narsani bilib qo'ying. Siz o'sha Instagramda tomosha qilib o'tirgan sarvqomatlarga ham sarvqomatlar kerak. Siz o'sha ayolingizdan noligan paytingizda o'zingiz ham bitta oynaga qarab qo'ying. O'zingiz ham obod bo'lganingiz yo'q. Bu yoqqa, u yoq nariyoqqa chiqib yotibdi. Yerga qaramay yotganingizga ancha bo'lgan. Qachon oxirgi marta yerga qarab yotganingizni eslaysiz? Yerga qarab